eng qiziq narsasini hozir sizlarga ko'rsataman. Mana. Pomidorni sifati, ko'rinishi, rangi, tiniq, qoshi bir tekisda keladi va pomidor juda qattiq. Endi xap bo'lmaysizlar mana. Mana qilib ko'rsatib beramiz mana. Mana. Pomidorga hech narsa qilmayman. Hech qanaqa mana artib qo'yaman mana. Pomidorda hech qanaqa muammo yo'q. Voy mashalloh, juda ham go'zal, juda ham qattiq mana pomidor. Qon qizil bo'ladi, rang juda ham qattiq. Hali bu yana rang. Assalomu alaykum bizning hurmatli kuzatuvchilarimiz, obunachilarimiz. Mana biz Namanganning partiyasidamiz. Mana bizni pomidor genetik firmani Bedu degan pomidorimiz ekilgan. Pomidorimiz ekilganiga bunga где-то 65 kunlar atrofi. Ha, shunaqa. 65 kunlar bo'lgan. Dodajon, bu pomidorimizni ekkaningizdan beri necha marta oziqa bergansiz, doda? Mana shuni berganimda hozir 3-sini berdim. 3-oziqa berdingiz. 3-oziqa berdim. Uchinchisini berdi. Siz значит 3 marta suv berdingiz. Ha, yo'q, suvni 4 marta berdim. 4 marta berdingiz. Suvni nimaiki havo issiqlik hisobiga 4 marta berdim, sal bargi yo'zilyapti. Endi pomidor o'zini holati qanaqa, doda? Xudo xolasa pomidor holati zo'r, kasallik yo'q. Kasallik yo'q. Bir dona ham kasallik uchratmadingiz. Yo'q. Hech kecha mashina ichidamiz. Nimaga? Buni o'zi oson bo'lmoqda. Shunaqa. Mana bu pomidorimiz ham hozirgi paytda aniq hosil solish bo'yicha chempion. Mana oling mana. Sifat nomer 1. Birinchilarda hosilda 1.140 tagacha hosil beradi buniki ham. Bu ham gektardan 100-110 tonnagacha. Hurmatli dehqonlar, eng qiziq narsasini hozir sizlarga ko'rsataman. Mana. Pomidorni sifati, ko'rinishi, rangi, tiniq, qoshi bir tekisda keladi va pomidor juda qattiq. Endi xap bo'lmaysizlar mana. Mana qilib ko'rsatib beramiz mana. Mana. Pomidorga hech narsa qilmaydi mana. Hech qanaqa mana artib qo'yaman mana. Pomidorda hech qanaqa muammo yo'q. Voy mashalloh, juda ham go'zal, juda ham qattiq mana pomidor. Qon qizil bo'ladi, rang juda ham qattiq. Hali bu yana rang beradi o'ziga. Siz o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rsating, ko'proq ertaga sizga dehqonlar kelishadi. Mana qarang. Haqiqiy rang beradi o'ziga yana, mana ko'rasizmi mana? Mana. Mana qara. Mana pomidorni qara mana. Qalay rang kelish. Hosilni qaranglar. Hosil doda inshaalloh. Faqat buni bitta yo'li bor ekanki, faqat yengil sug'orish kerak ekan. Yengil. Shunaqa. Oyoqlantirib boylasangiz, kasallik kelmas ekan. Mana har bir joyini qatini ochib ko'rmasangiz, farqi yo'q. Hamma yoq hosilga bijillayapti. Qarang. To'la hosil. Inshaalloh bu pomidorimiz ham bu yil o'zini chempionligini ko'rsatdi. Xudo xolasa ko'rsatdi. Natijalari zo'r. Ko'rsatdi mana. Mashalloh. Juda ham go'zal. Juda ham sifat. Yumaloq pomidorlar Namanganda o'zi endi o'rganishni boshlayapti odamlar. Endi inshaalloh ko'p o'rganishyapti. Asosan nosqovida endi yumaloqqa ham o'tishyapti. Endi bu yumaloqda ham mana hosildorlikni ko'ryapsiz. Nosqovadan kamlik joyi yo'q-da. Hozir bitta ko'chat qilib bergan dehqonimiz bitta yashilda ko'chat berdilar. Yaqin bir 50 ta keladi. O'sha chekkada bitta agatga ekdim, endi gullash boshladi. Qanaqa hosilni ko'raylik, qanaqa sinov uchun mashina eking ko'raylik. Shu yil men o'zim buni tajribadan bir joyda o'tkazganman dedilar. Lekin ular menga tavsiyasini bermadi-yu, ko'chatni endi ular o'zi yig'ishtiribdi dedi, qilibdi dedi. Lekin yaxshilik uchun bo'lganda u. To'g'ri. Qani hosildorlikni ko'raylik. Inshaalloh. Xudo xolasa, mana bu pomidorlaringiz doda bozorda ham chempion bo'ladi. Maza bo'yicha ham chempion bo'ladi. Yana bitta narsani to'xtab o'tib ketaman doda. Bu pomidorlardan Qozog'istonga, Qirg'izistonga, Tojikistonga berganmiz. Tojikistondan odzivlarimiz bor o'sha. Tojikistonda shunaqa aytishyaptiki, bu bozorga bu pomidor chiqib yeb ko'rgan, bir marta yeb ko'radi-ku, keyingi safar olib sotarlarda talash bo'lib kerak ekan maza. Shunday bo'lib kerak. Maza bo'yicha bilasiz, turetskiy seleksiyalar 2-3 ball shirinlikda bo'ladi. Bularniki 6-7 shirinligi. Va ichida o'zak bo'lmaydi. Bu shirin pomidorga baribir bizani xalqimiz shiringa o'rgangan. Imkon darajasida shirin narsani yetkazib bersak, xudo xolasa maqsadga muvofiq bo'ladi.
Bilmadim, bu pomidordan ham juda ham ko'nglim to'ldi. Juda ham chiroyli, juda ham bir go'zal. Inshaalloh bu pomidorimizni Xudo xolasa mana shu Namanganda akamga o'zligi ligiga chiqarishadi. Xudo xolasa. Dehqon aka, sizga rahmat. Alloh dehqonchiligingizga baraka bersin. Xayrli qilsin. Inshaalloh mana shunaqa hosillarni olish hammamizga ham nasib qilsin. Doda, iloji bo'lsa mana shunaqa shundoq kela olasizmi? Mana shu bitta rasmga tushaylik siz bilan. Bo'ldi, kelam boraman. Mana qarang. Mana qaradi, mana bu yerda mana. Mana. Mana shu sal osib tursiz. Mana Qashqar qarang, mana. Rahmat.